Bugun biz oddiy o'yin haqida emas, balki katta jamoada o'ynash uchun kerak bo'ladigan eng muhim jihatlar haqida gaplashamiz. Husanov muxlislari, Husanov haqidagi videolarimiz ko'proq odamlarga yetib borishi uchun videoga like bosing. Zero bu siz uchun arzimagan ish, biz uchun katta motivatsiya. Husanov bugun Manchester City kabi tizimli, talab darajasi juda yuqori bo'lgan jamoada to'p surmoqda. Bu yerda har bir futbolchi shunchaki o'z pozitsiyasini emas, butun o'yin falsafasini tushunish kerak. Ayniqsa bu jamoani boshqarayotgan murabbiy Pep Guardiola uchun himoyachi degani faqat to'pni uzoqlashtiradigan futbolchi emas. Uning jamoasida himoyachi o'yinni boshlaydi, pressingni buzadi, bo'sh hududni yopadi va eng muhimi vaziyatni oldindan o'qiydi. Husanovning so'nggi o'yinlariga qarasak, u aynan shu talablarni bajarishga harakat qilayotganini ko'rish mumkin. U ko'p hollarda keskin podkat qilmaydi. Chunki bu yerda himoyachi oxirgi chora sifatida emas, birinchi qaror sifatida to'g'ri joy tanlash kerak. E'tibor bering, ba'zi vaziyatlarda u to'pga hatto tegmaydi. Lekin uning joylashuvi sabab raqib hujumni davom ettira olmaydi. Mana shu Guardiola tizimida eng qadrlanadigan jihat, statistikada bu ko'rinmaydi. Lekin murabbiylar aynan shuni baholaydi. Katta jamoaga yangi kelgan futbolchi odatda o'zini ko'rsatishga shoshadi. Husanov esa asta-sekin tizimni tushunishga, jamoa mexanizmining bir qismiga aylanishga harakat qilmoqda. Bu jarayon tashqaridan sekin ko'rinadi. Lekin aynan shu bosqichdan o'tgan futbolchilar keyinchalik jamoaning eng ishonchli o'yinchisiga aylanadi. Bugun u hali shov-shuvli qahramon emasdir. Ammo u o'yin ichida xatoni kamaytirayotgan, qarorlarni tezlashtirayotgan va murabbiy talab qiladigan futbolga yaqinlashayotgan himoyachiga aylanib bormoqda. Shuning uchun asosiy savol bugun emas, yaqin kelajak haqida. Agar shu rivoj davom etsa, u jamoaning doimiy asosiy tarkib futbolchisiga aylanishi mumkinmi? Fikringizni izohlarda yozing. Birgalikda kuzatamiz.